Keyin yana nima ko'chalarda kamroq chiqyapti, Wi-Fi'lar ishlatsa bo'ladi. Kod yo'q. Keyin обязательно avtostansiya, keyin samolyot, aeroportlarda 100% nima Wi-Fi'lar bor. Bemalol ulanib, videolarga aloqaga chiqsalar ham bo'laveradi. Mana xohlasa avtostansiyasining ichiga kiryapmiz. Kelib bemalol yana xohlasalar kassalardan biletlarni chetdan olaverasizlar, yo bo'lmasam persatkalik bo'lsa, sizga o'xshab, menga o'xshab persatka qiladigan bo'lsalar, xohlasa diskalar bor, qachon, nechida, qayerga ketishlari. Bemalol ko'rib ketaverasizlar. Kiymatda ruschani yaxshi ko'proq odam gaplashyapti. Endi bundan bayog'iga ruscha ketaveradi Polshagacha. Ruscha ham bemalol ketilyapti. Ammo Finlandiyada uncha kamroq edi. Shunaqa gaplar, videolarni qo'yib boramiz yana. Yaxshi kontentlar qilib, foydali bo'yicha, foydali iloji boricha foydali kontent qilishga harakat qilaman. Keyin Yevropaga qiziqayotgan yo Yevropaga kelmoqchi bo'lganlar bemalol asha videolar jo'nataverasizlar do'stlaringga. Aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.